Konstitutsiya davlatni davlat, millatni millat sifatida dunyoga tanitadigan huquqiy hujjatdir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining har bir moddasi inson qadr-qimmatini himoyalaydi. Yangi O'zbekistonning yangi taraqqiyotini belgilab beradi. Bizning bosh qomusimiz eng demokratik, rivojlangan davlatlarning tajribasiga asoslangan va o'zbek xalqining tarixiy qadriyatlarini aks ettiruvchi asosiy qonundir. U xalqaro standartlarni, inson huquqlariga oid normalarni va milliy merosni o'zida mujassam etgan. O'zbekiston yangi davrga qadam qo'ydi. Yangi O'zbekiston uchun yangi tahrirdagi konstitutsiya zarur bo'ldi va 2023-yil 30-aprel kuni o'tkazilgan referendum orqali yangilangan bosh qomusimizni qabul qildik. Konstitutsiya asosiy qonun hisoblanib, davlat va jamiyat qurilishi, insonning huquq va majburiyatlarini o'zida aks ettirgan oliy yuridik kuchga ega hujjatdir. Uning birinchi moddasida O'zbekiston boshqaruvning respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat deb mustahkamlangan. 15-moddasida esa O'zbekiston Respublikasida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlarining ustunligi so'zsiz tan olinadi deb qayd etilgan. Bosh qomusimizda shuningdek, davlat tomonidan yoshlar huquqlari himoyalanishi va ularning jamiyat hamda davlat hayotida faol ishtiroki rag'batlantirilishi kafolatlab qo'yildi. Konstitutsiyamizning 79-moddasi 1-bandida qayd etilganidek, davlat yoshlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ekologik huquqlarini himoya qilinishini ta'minlaydi. Ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishini rag'batlantiradi deyilgan. Konstitutsiyamiz har bir moddada inson, jamiyat va davlatning barqaror rivojlanishiga asosiy e'tibor qaratilganligi bilan qadrlidir. O'zbekiston Akkreditatsiya markazi davlat muassasasi barcha yurtdoshlarimizni huquqlarimiz kafolati, kelajagimizning aniq yo'nalishi va faxrimiz bo'lmish bosh qomusimizning 33 yilligi bilan muborakbod etadi.